Aprelda ob-havo qanday bo'lishi kutilmoqda? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yilgi aprel quruq ob-havo bilan boshlanadi. Harorat oyning birinchi 10 kunida 22-32 daraja bo'ladi. 7-10 aprel kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Oyning 2 va 3-10 kunligiga harorat kechalari 2-7 daraja, kunduz kunlari esa 10-15 daraja o'zgarishi kutilmoqda. 2025-yil aprel quruq ob-havo bilan boshlanadi deya xabar berdi O'zgidromet agentligi. O'zbekistonda odatda aprel oyi bahor faslining eng o'rtasi bo'lib, unda bog'larda daraxtlar gullashi, sabzavot ekinlari va rezavor mevalar hosili shakllanishni boshlash davridir. Bu yilgi aprelning birinchi 5 kunida havo harorati 22-25 daraja, 27-30 daraja, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 32 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Oyning 5 kunlarda havo harorati asosan 22-27 darajani tashkil etadi. 7 aprelda respublika shimolida, 8-10 aprel kunlari markaziy va sharqiy hududlarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kutilishi mumkin. Oyning 2 va 3-10 kunliklarda harorat kechalari 8-13 daraja, 2-7 daraja, kunduz kunlari esa 25-30 daraja, 10-15 daraja o'zgarib turishi kutilmoqda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.